İmam Müslim Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaning qiyinchiligi va shiddatiga kim sabr qilsa, uning uchun qiyomat kunida guvoh yoki shafoatchi bo'laman deb marhamat qilganlar. O'shaning uchun Madina eng ulug', eng fazilatli shahardir. Boshqa bir hadis sharifda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaning qiyinchiligini ko'tara olmay boshqa joyga ko'chib ketayotgan kishilarga haqida aytganlarki, agar bilsalar Madina ular uchun yaxshiroqdir deganlar. Ya'ni undagi xayrni bilganlarda hech qachon Madinadan ular ketib qolmas edi deganlar. Bundan tashqari Madinadagi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlarida namoz o'qishning ham fazilatlari juda ko'p. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam salatun fi masjidi afzalu min alfi salatin mimma sivahu illa al-masjidal haram. Ya'ni mening masjidimda o'qilingan bitta namoz boshqa masjidlarda o'qilingan 1000 ta namozdan fazilatliroq, afzalroqdir deganlar. Faqatgina Masjidi Haromdan tashqari deganlar. Shuning uchun azizlar, Madina shaharlarining ichida eng ulug'i, eng mukarram va eng fazilatlisi bo'ladi.